Qo'lini 10 yil bo'ldi shundayda. İşlemeyi yaxshi. Men izlamiz shu qo'sha Ayog'ini ham 2 oy bo'ldi-da, Ramazon yilida. 2 oy bo'ldi-da, Ramazondan keyin ayog'ini ham ishlar. Oyoqdan borib, O'g'li oyoqni kuchukkanmi ikkalasi? Kuchuk kami bas shundalarda qiladi-da. بعد 1 kilometr رفتم اونجا در میکنم اون پوشکو. Ya davom uni po'shkoda. Bas qanday bo'ladi endi? Buni hozir ko'ramiz. Qarang, mana Viktoriyada grija borda, mana qarang. Qora. Bu o'rta, bular disk. Mana ikkita bo'rtib turgan joyda ko'ryapsizmi, qora? Orqa miyani atrofi mana bunaqa oppoq bo'lishi kerak, ezmaydi hech narsa. Mana qarang, bitta ham oppoq. Slobod, mana oq suvda ishlab turadi. Mana bu ikkita joyda ko'ryapsizmi? Ezib qo'ygan. Shuni ko'rish kerak, grija chiqqan. Agar MSKT qilamiz hozir bitta, o'zimizda bor. MSKTda suyaklanib ketgan bo'lsa, grija chiqib, ya'ni qattiq toshga aylanib, suyak to'qimasiga aylanib ketgan bo'lsa, bunda bo'yinning orqasidan kirib, endoskopda kichkina teshik qilinadi. Kanalni kengaytirib, orqa miya uchun joy yasab qo'ysa bo'ladi. Agar u yumshoq bo'lsa, grija qattiq bo'lib ketmagan bo'lsa, uni bo'yinning oldi tarafidan kirib, uni ochiq operatsiya qilish kerak bo'ladi. Endoskopda qilib bo'lmaydi buni. Shu nimadan qiladi? Bo'yinni oldidan ochib, kirib, grijani olib tashlab, o'rniga kech qo'yib, titanium plastinalari bor, umurtqani o'sha bilan qotirish kerak bo'ladi.